Voy, issig'i qara. Voy, mashinani ichi ham qaynayotibdi-yu. Konditsioner yo'q akalar. Men sizlar bilan qalban birgaman. Bitta zo'r yechimim bor. O, mazza. Konditsioneri effektini bermayotgan bo'lsa ham, muzdekkina shamol berib turibdi. Qalay? Kichkinagina bez konditsioner mashinalarga mo'ljallangan parregimiz. Bu parregimiz qanaqa ishlaydi desangiz, prikrutelda ishlaydi. Shu prikrutelga shuni tiqib qo'ysangiz, ishlashni boshlaydi. Xohlasangiz o'chirib qo'yasiz, xohlasangiz yoqib qo'yasiz. Keyin qayerga qo'yaman degan akalarga tarpetkani bitta o'zingizga qulay joyga qo'yib qo'yib, buni qo'yib qo'yasiz и tagiga двухсторонний skotch yopishtirib qo'yasiz, o'zida chiqadi. Bu videoni konditsioneri yo'q akalarga tashab qo'yinglar. Kimga shunaqa neobычный parrellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Yana buni kattalari ham bor. Qanaqasi kerak bo'lsa murojaat qilavering. Hammasini butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.